Assalomu alaykum azizlar, do'stlar, birodarlar. Men Salomat Dilmurodjonmiz. Biz hozir Farg'ona shahar 5 bolada turibmiz. Mana shu yerda 5 sotik uchastka 6 xona fundament quyilgan, pishgan qish urilgan. Tomlari o'zimiz quvacha shipirdan bo'lgan, rossiyskiy taxta ishlatilgan mahsulotlari umuman teri ishlatilmagan joy ekan mana. Mana shu sotilib 5 sotik uy sotilyapti. Kimga uylar zarur bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Mana bu uy kirishlari mana. Oldi polni mana pishgan qishdan bo'lgan. Tevalarga plastik urilgan mana. Robotlari bir ajoyib, juda ham ajoyib rangda bo'lgan ekan. Ko'zi quvontiradigan robotlar ekan mana. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Mana xonadonga kirib keldik. Uyimiz mana. Mana yerda mana xudo xolasa fundament quyilgan, g'ishlar urilgan mana. Tevalariga o'sha o'zimizning oddiy plastikdan hovuz qilib galagenlar qo'yilgan ekan mana. Mana shu holatda uy. Bu darvozamizning orqa tomoni. Taylariga shibunga chaqat tashlangan hamda asfaltgami, o'sha brushatkaga ham moslashtirilgan ekan mana joylarimiz. Mana shu joyimiz mana. Mayda ichkari xona bor. Eshiklarimiz o'sha MDF eshik romlar mana. Kirganda chap qo'lda uy bor mana. Romlarimiz hamda romlarimiz. Biz hozir birinchi o'rinda xonadonni agrotlarni tanishtirib olamiz xudo xolasa. Mana bu uylarimizning oldi ko'rinishi mana. Nimalari, agrotlari. Shunda mashqa bunday joy tashalgan nimaga? Asfaltga. Asfalt qilinadimi yo stayishgami yo burchakka bosiladimi o'shani hisobga olingan. Bu uylarimizning ichki oldi ko'rinishi mana. Mana shu holatda mana shunday qilishgan ekan uyda mana. Fundamentlarimiz qo'yilgan. Mana ikkita stum qo'yilgan mana. Navbatchalarimiz, rom bor, eshiklarimiz, yana romlarimiz bor. Alaykum assalom. Qo'ybola, tuzimsiz? Uyimiz mana. Mana MDF romlari mana. Bunaqasi aynalasiga mana uy tushgan ekan mana. Fundamentlari mana qo'shnining duvoda. Oldida mana hojatxona, tovuq katak, bir narsalar turibdi. Mana bu yerda gerantimiz bor, geranda suv bor, doimiy taroshkalarimiz, yonlarga mana gul ekishgan ekan mana. Batga misol uchun dizga moslab, misol uchun bular o'ri, shoptola, gilos ekib qo'yishgan ekan, uzumlar. Kimdir kiplisa qilsa ham bo'lar ekan. Hojatxonalarimiz mana. Mana g'ulg'ullar bor ekan. Bu agrotlarimiz. Mana shu holatda joyimiz. 5 sotik 6 ta xonasi bor. Pishgan qishdan bo'lgan. Mana bu yerda ko'chaga ikkinchi xod yo'limiz bor ekan. Biz sizlarga hozir holatda xonadonni ichki obzorini ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videolarda nuqsonlarimiz uzr so'raymiz. Video yoqsa like, yoqmasa like qo'yishlarini so'rab qolamiz. Qani boshlaydik bo'lmasa. Akalar, mana biz hozir robot xonadan kiryapmiz. Darvoza xona mana. To'g'ri. Uzuni 10 metr, eniga 4 metrlik darvoza xona mana. Kirganda birinchi chap qo'lga xonadon bor ekan. Fundamentlari mana. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimizni mana ko'rinishlari mana. Mana bu xonaga kirganda uzun koridor ekan mana. Bismillahirrohmanirrohim. Uylarimiz juda ham ajoyib tushgan ekan mana. Tevalari plastik bo'lgan ekan mana. Xo'p. Bu yerda mana
xonamiz bor. Kamdan yuriyapmiz. So'lga. Mayda ham xonamiz bor ekan mana. Yuriyapmiz. Mayda mana xonamiz bor. Yuriyapmizda. Mayda mana xonamiz bor. Bir sanuzel ekan. Xo'p. Shunday olganda to'g'ri mana koridor. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta xonamiz bor. Biz birinchi o'rinda sanuzelga kiramiz. Mana xudo xolisa bismillahirrohmanirrohim. Sanuzelimiz taylari kafil. Mana chiroyli holatda bo'lgan. Xo'p, mana o'sha vannalarimiz toza. Aynalasiga bunday mana plastikda bo'lgan mana sanuzellarimiz. Devorlari mana plastik bo'lgan, devor hozlar bor. So'kullarga mana boshqacha plastik, tevalari boshqacha plastik bo'lgan ekan. Bishekalar, kelish mashinasi, o'sha qo'yilgan beton rakminalarimiz bor. Toza unitazlarimiz ham bor mana. Bunimiz sanuzel ekan mana. Vatan chiqqanimizda shunday uy bo'lsa, mayda 10 tomonda xona bor ekan mana. Assalomu alaykum. O'tiring. Xona kirmaymiz. Chiqoramiz. Assalomu alaykum. Xona yuramiz. Mayda ham bitta xona bor ekan. Bu spalniy ekan mana. Uyimiz kengligi juda ham yaxshi, katta deydi mana. Juda katta mana. Tevalarimiz mana. Betonna deva. Gipsagardon. Gipsagardonmi? Teva gipsagardon bo'lgan ekan, atrofi karni chopchirilgan ekan mana. Rossiyskiy taxtada. Rossiy taxtani mana MDF romlari mana. Bo'ldi mana tevalarga qo'yilgan mana. Eshiklarimiz kelsak, eshiklarimiz kabi chiroyli holatda MDF eshiklari mana. Yana xona davom etamiz. Koridordan. O'ng tomonda bitta xona. Taylar qolmi? Taylari? Tayib qolmi? Yo'q. Beton. Tayib beton ekan hozircha, to'pli bo'lib moslashtirilgan ekan. To'pli polga, turba o'tkazilgan. O'tkazilgan turba. Chekkalariga turba o'tkazilgan. Mana shu o'tkazilgan, to'pli bo'lib moslashtirilgan ekan joyimiz mana. Uyimiz kattaligi yaxshi, juda ham yaxshi. Ataplarimiz yaxshilar, liderlardan. Mana shu holatda uy mana. Hatto chiqqanimizda Kirosi chap tomonda romlarimiz, eshiklarimiz mana chiroyli, juda ham yaxshi, ajoyib. Batimiz katta mehmonxona ekan mana. Mehmonxonam bemalol marosim qilsa, ancha-muncha odam sig'adigan xona ekan mana. Tevalarimiz kelsak, tevalarimiz plastikda ajoyibidan qilishgan mana. Taylarimiz to'pli polga moslashtirilgan. Mana shu holatda uy ekan mana. Kotlarga juda ham katta. Romlarimiz bor mana. Xo'p, tanishtirdik endi. Bu yerda xona bor ekan, oshxonani bir
sizlarga tanishtirib yuboramiz, xudo xolasa. Qoch bobo, umuman. Oshxonami bu? Ha, oshxona. Kiravering. Ha, ko'ring. Mana biz nimamiz? Bez nima? Hol. Holda, hol. Hol mana. Kirishning. Kirishda, kiradigan joy mana. Romlarimiz, eshiklarimiz, romlarimiz katta holda, va bemalol bu yerda bola o'ynashaveradi. Buyimiz oshxona ekan mana. Shabu eshiklarimiz, qoshlari juda ham chiroyli holatda eshik mana. Hatto hali ayni qo'yilgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Mana bu katta oshxona mana, xudo xolasa. Oshxonamiz juda ham yaxshi chiroyli holatda. Kuxunli mebellarimiz bor. Mana gazlarimiz qishin yozni mana shu gaz bo'lar ekan albatta. Oshxonamiz bu. Nima? Bo'ler. Ha, bo'ler. Ham istada ham banyaga. Ha, bu ham istada, ham o'sha banyaga istalgan nima ekan, bo'ler. Bu ham bor mana. Mana litr pechkalarimiz, divorlarimiz rangga moslashtirilgan. Rang qilasizmi? Emotsiyami, aboymi, jitka aboymi? Hamma yo'qoladi. Plastiklarimiz mana, polni holati zo'r. Mana xudo xolasa, haylarimiz har doimgidek pol taxtadan yaxshilarni qo'shgan ekan mana. Pollarimiz mana shu holatda. Bunga olishlar olib, laklab qo'ysa, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana bu kuxni mebellarimiz. Suv bor. Yana gaz bor mana. Qishin yozin gazimiz bor ekan. Bir ko'tarinchi. Ko'rib qo'yishsin. Ha. Men ko'rgan boshqada? Bu endi qo'lda turibdi. Ana gaz. Ana. Bundan ortiq gaz qishin yozin. Qishda bunaqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ha, bo'lmaydi. O'shaning maqtayman-da, opa. Yo'q, endi maqtashlar bor. Ha, yo'q aytaman-da. Mana akalar, ukalar, opa singillar uyda tanishtirib o'tdik. Xudo xolasa, bat 5 sotilik 6 xona uy, sanuzellar, oshxonalar, oshxonadan taypol, ba'da beton, tubli poli moslashtirilgan. Qayta kirganda mana birinchi o'rinda mehmonga, izmonga joyimiz bor. Batdan boshqa xut bor ekan mana. Ha, batdan boshqa xut bor, tashqariga chiqib ketadigan xut mana. Ha. Mehmon kiradi, shirazi, xonaga kiradi. Endi a'dan bunday yurganda to'g'ri mana xona ketgan. Hamda mana yerda mana hol bor ekan, hol. A'dan kiradi, o'zimizni oila kirib chiqaveradi. Mana shu xonada mana. Devorlari mana polni ajoyib plastikdan bo'lgan pataloqlarimiz. Bu uyimiz proyektli uy ekan. Dokumentalniy o'sha bu mashinaga 60 mingta pishgan g'ish ketgan ekan. 60 mingta pishgan g'ish ketganli uy mana. Oldilari mana. Bat hol batdan shunday kiriladi. Bat oilaviy kirish qilib bo'ladi. Nar tomon mehmonzmonga. Uyimizni yana bir ko'rsatib yuboraman. Agorod qismlari mana polniy aynalasiga. Mana shu joy mana. Hatta ham ichkariga joy bor-a? Pajarniy xod. Ha, o'sha pajarga xodki bor ekan mana. Mahalla tinch. Mana bu yerga uzum ekilgan mana. Bir soladi uzumlarimiz. Uzumdan qo'yib qo'ydim, xudo xolasa bu yerga sortga harakat bo'layotgan ekan. Olgan odam sorta qiladi yo o'zimiz qilib beramiz, xudo xolasa kelishib olsak.
Thank you.